Tezkor va shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 28-noyabrdan 1-dekabr kunlariga respublikamiz hududida qanday ob-havo bo'lishini e'lon qildi. Ushbu kunlari respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushib turadi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq. 29-noyabr 1-dekabr kunlari ayrim joylarda havo haroratlari 2 darajagacha sovib ketadi. Kunduz kunlari 28-noyabr kuni 13-18 daraja, 29-noyabr 1-dekabr kunlari esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. Ushbu kunlari respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida ham havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 0,5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari 28-noyabr kuni 10-15 daraja iliq, 29-noyabr 1-dekabr kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.